Siz ham yangi telefon olganingizda, Samsung telefon xarid qilganingizda ichidan mana shunaqa kabel chiqdimi? Ba'zilar bu kabelni ishlatishmaydi yoki telefoniga yarasha original quvvatlagich xarid qilmaydi. Bu telefon batareykasini tez ishdan chiqishiga va shishib ketishiga, zaryadi, quvvati tez tugashiga, ya'ni zaryadni yaxshi ushlamay qolishiga sababchi bo'ladi va tezkor quvvatlash tizimi yo'q bo'lib ketishiga ham sababchi bo'ladi oddiy quvvatlagichlardan foydalanish. Ba'zilar esa eng yomoni, ba'zilar mana shunaqa USB portli golovkalardan foydalanishadi buni qo'yib. Bu esa telefonni tez ishdan chiqaradi. Agarda sizning telefoningizning ichidan mana shunaqa ikki tomonli PD kabel chiqsa, ikki tomonli Type-C kabel chiqsa, demak bunga mos quvvatlagich xarid qilishingiz kerak bo'ladi. Bizda esa buni yechimi bor. Hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan mahsulotim originali bo'ladi. 45 vatli kallaning originali, yaxshisi. Sifati zo'ri bo'ladi. Vyetnamda ishlab chiqarilgan. Ko'rib turganingizdek mana Xitoy emas, Vyetnamda ishlab chiqarilgan original quvvatlagich. Buni ochib ko'rsataman. Agarda sizga rostdan ham telefoningizga original quvvatlagich izlayotgan bo'lsangiz, mana shu quvvatlagich sizga mos keladi. Quvvatlagichni ochganimizda ichidan uning yo'riqnomasi, ya'ni kitobi chiqadi. Quvvatlagichimizning ko'rinishi mana shu holatda bo'ladi. Juda ham og'ir kalla. Bittasi suqiladigan joyi. Mana bu esa quvvatlagichimizning ko'rinishi. Ko'rsangiz bo'ladi, ma'lumotlarni orqasida ham Vyetnam yozuvi mavjud. Ya'ni Made in China emas, Vyetnam original mahsulot. Telefon batareykasini ishdan chiqishiga olib kelmaydi. Uzoqroq sizga xizmat qiladi va toza quvvatni yetkazib beradi telefoningiz uchun. 45 watt toza quvvatni yetkazib beradi. Ko'rinishi shunaqa og'irgina, ushlagandan originalligi bilinadi. Xuddi shunaqa. Keyin esa mana bunaqa kabelingiz, ichidan chiqqan kabel, ya'ni telefonning ichidan chiqqan shunaqa kabelingizga ulab bemalol quvvatlayverasiz. Super tezkor zaryadga chiqarib beradi. Oddiy tezkor emas, super tezkor quvvat chiqarib beradi. Agarda sizning telefoningiz ushbu quvvatlash moslamasi, ya'ni tezkor, super tezkorni qabul qilsa, telefoningizga super tezkor quvvatlashni rahbarlantirib beradigan quvvatlagich, sifati yaxshi, original mahsulot. Agarda sizga ham shunaqa mahsulot kerak bo'lsa, kanalimiz orqali buyurtma berishingiz mumkin. Har qanday viloyatga dastlabki xizmatlari mavjud. Yetkazib berish xizmatlari mavjud. Telegram kanalimiz yoki Instagramga yozsangiz, xohlagan viloyatga dostavka qilib beramiz ushbu mahsulotni.
videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.